xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotlarni Şinjan Okean xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatchiligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazdik va setishdan keyingi a'lo mulozamati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okean shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat ambisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sufati alohida yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarni esil bo'lishdak aloylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Kanaldaki qadrli ko'rmanlar, ko'rayotgan ala Şinjan televiziya stansiya, Şinjan qo'yu madaniyat tarqitish shirkati, Şinjan program madaniyat tarqitish shirkati hamkorlash bozorlar sungan cho'ng tutgan san'at programmasi, Abida Yipak yo'li sadas programmasi. Diyarımız ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biopan texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Albatta bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan mehr yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Bu programımız bilan her millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta programmamizning 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlari o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamran buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci dereceye erişken mahirimizni diyarımız ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biopan texnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiqlaydi. 3-chi dereceye erişken mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Şinjan Ipar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiqlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Şinjan Mo'tabar savdo cheklanish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiqlaydi. Benim ismim Mevlancan Obres, yurtum Qumul diyaridan. Hozir Şinjan pedagogik universitetining muzik ma'rif kasbida o'qiyapman. Mening naqsh aytishdagi alayligim bo'lsa, mayli xalq uslubi bo'lsin, mayli ommabop uslub bo'lsin va yoki zamonaviy uslub bo'lsin, hammasini eng tez suratda o'zimga moslashtirib chiqaraman deb o'ylayman. Mening bu programma qatnashishga asosiy maqsadim maktabdan o'zimning kasbimni tarbiyalanishdan sir ustozlar bilan tanishib, o'zimning bunday keyingi kasb yo'limda ilgirlash. Sen qayerdesin söygü sultanım, Kümüm öğyene tuncimik manem. Qayerden eli taşlaydı nege, Bizni rayimsiz tağdı boranı. Aldımda bir cüp ayrılmaz yürek. Sen uyup bana hatır etken, Baxtım barmedi şunun bilek. Şadlanıp beşim köklerge yetken, Hoş yürek beni başlaydı gahi, Çeksiz hayallar bayanığa, Sekre güç bilen taşlaydı gahi,
tunji söygü gülhanleriga Qo'sh yurak meni boshlaydi gahi Cheksiz xiyollar bayoniga Sekre güç bilen taşlaydı gahi Tunci söygü gülhanleriga Aylınar iken yer şari Bulmaz mı bu tane işkimge baktı Aylınar iken yer şari Bulmaz mı bu tane işkimge baktı Öşmeyliken Köşmeyliken Dastlabki yanım pıragı Öşmeyliken Köşmeyliken Dastlabki yarnım pıragı Öşmeydiken, köşmeydiken Dastlabki yarnım pıragı Dastlabki yarnım pıragı İsmim Mevlancan Ables, Qumul diyaridan, hozir Şinjan Pedagogika universitetidan musiqa ma'rif kasbida o'qiyapman. Mevlancan rahmat naqshiga. Yomon chiroyli aytib berdingiz. Rahmat. Mevlancan. O'qishga qaysi yil keldingiz? Bu yil keldim. Ha. Bu naqshni men aytib baqqan emasmi burun? Shuni men aldirab gap qilib qoldim. Boshqa hech qanday masala yo'q. Shuncha ehtiyot bilan aytyapsiz naqshni. Hech qanday naqshni masala ko'rilmaydi degil bo'lmaydi. Odatda aytganda qanday buni o'zinglar bilasizlar. O'rindiq aylandira olmay qoldik. Lekin natijasizlik emas. Bugun sahnaga chiqqaningizning o'zi yaxshi natija. Qumul diyaridan kelgan Mevlancan hozir maktabda o'qiyotibdi. U bolaning ovozi bunday yumshoq, shuncha lirik, mumliq chiqadi ekan. Hamda bundan keyin bir kunlarda tanlanmasangizmi o'yinlarga taklif qilsak, unaysizlar. Evet. Ashunda ishlarda biz ham davomli hamkor qilib shu jarayonda o'zaro o'rganishga tegishli narsalarni o'rganamiz. Mevlancan, mana maktabga yangidan keldingiz, uniki o'rganadigan narsalar jiq. Bizmi cho'qim fursat bo'lsa sizni izlaymiz. Ammo siz o'quvchimiz bo'lgandan keyin ko'proq bizni izlang. Bo'ldi. Mushu ustozlar bilan bir tonish fursatiga ega bo'lish arzuyum bor. Bugun shu arzuyum amalga oshdi. Men shuningga xush. Tanlamay qilishimni mag'lubiyatni bildirmaydi. Ya. Davomli aks texmi davomli tirishim. Ota-onamga ham meni qo'llovchilarimga, do'st birodarlarim, qarindoshlarim ko'pdan ko'p rahmat aytaman. I promise you I'm always there. Har kimning kechirmishi bo'lgandek, har bir ishning tunji qadami bo'ladi. Har qanday g'alba manzilning tunji qadami bo'ladi. Har kimning tunji qadamlari o'ngishli besilg'ay. Naqshingizga rahmat, Mevlan Ables. When you need a friend, you'll find my foot. Hacı Baba Peşmert'le. Саламатсыздарбы? Мен Танур Мухаммед кызы. Азыр Кыргыз Республикасы К. Молдохасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын элдикир боюнча 5-курсумун. Бул сахнага келүү менин максатым болсо, биринчиден кыргыз ырларын же болбосо элдик ырларды ушу сахнага алып келүү. Мен сиздер үчүн ырдайм.
Бүргөк асман жар дегенде чағылар, байқусыздың жанына қабылар. Өтергенде құлчап алып махаббат, жалғыз сенен елсіңде жанымда. Азыр мен да сені ойлап жатамын, ошол күндөр өткөнүңдү канымда. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бирге отурчу багдар. Жүрөктөрдүн кагышканын таң чачып, алыс калды алма жыттуу турактар. Чечилин котугун бөгөн өпүлөрүм, мен айдалам музыкалуу булакта. Qirg'iz. Таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолуп жүргөн ай башын. Мурункудай күтүп жүрөм азырда, булбул куштун тереземден сайрашын. Ар убакта жолук желек бакчада, айтчы неге асыл кечим пайдасын. Мурункудай кучак жайчы жалдырап, качан болсо мен сен үчүн жарыкмын. Качан болсо мен сен үчүн Саламатсыздарбы? Мен Кызыл Суу Кыргыз Автономдук областы Арты шаарынан келдим. Азыр болсо Кыргызстан Республикасынын К. Молдокосанов атындагы Улуттук консерваториянын элдик ырлар боюнча 5-курстамын. Сиздер менен жолукканым үчүн эң кубанычтамын. Рахмат. Жарайсыз. Жакшымсыздар? Мен Атыштын. Үзем Атышлык. Бирок азыр болсо Кыргызстанда ушу программага накшет кылып келген. Мен азырчы Таңнур деп турай. Сиздин нақшыңыз шындай чырайлык экен. Авазыңызмы чырайлык экен. Нақшыны бир кытым күй көтөрмөгөн болсоңуз, бизде амал жокты. Чүнки биз сиздин аваз дайраңызды азыраак билишimiz керекчү. Кыргызча нақшлардын көпүнчүсү мушундай бир бүлөглүк авазды езилди. Мен мушундай күй көтөрүш усулу аркылуу кыргызча нақшларны айтып аткан балаларның аваз дайрасын көрсөтмөсөк, эң чырайлык жерде азыраак бир ядыла дawamlashып калмайбыз. Эмди бунудуму чырайлык, бунудуму яхшылап айтышка тырышыбыз. Siz yana Uyg'urcha naqshlarni ayta olamsiz? Ayta olaman. Masalan, Trak bostanga men hayran. Sening ko'nglim aram tapdi, mening ko'nglim tehi vayron. Yarım gülcan, yar bolsun mengü aman. Yar derdinden men avara, yüreğim pare. Oğuz sılıkken ha? Atışın naqsını muş Kırgız naqsı yıkıntır bacı. Ya şunda aytdım, biroq Qirg'iziston baga vaqtda o'zgartdim. Avaz o'zgarsa, nega o'zgarsa ketaverdi go. Shunda ma'lum ashtaq o'zgartdi. biz hamda bundan keyinchi texmi yaxshi naqshlarni aytadigan o'zgartaylik. Sizni tabriklaymiz kelaman. Yangi tog'ning o'tliq nuri bilan baldur uchrashadigan botir qirg'iz xalqining naqshlari bepoyon yayloqlarda yangrab, daryo tog'larni larzaga soladi. Bugun biz ashundaq esil kuylardan huzurlandik. Yangi tog'ning nuri hammamizning qalbiga sepilgan.
Ekran aldırki qadrli ko'rmanlar, musobaqamiz haqiqatan intayin keskin ilib berilyotdi. Albatta, yetakchi ustozlarimiz mo bas-basda mahirlarni talashyotdi. Programmamizning qoidasi bo'yicha har bir yetakchi ustozning 16 dan o'quvchi bo'lish kerak bo'lganligi uchun hozir Abdulla Abdurim apandimning Abdulla saknasining 16 o'quvchi soni to'shdi. Shunga avval bir alqishlarimiz bilan chaqiraylik. Kızgın tebriklaymiz. Tabriklaymiz. İpek yolu sadası, kuş avazlar saynasıdan ibaret bu sahnedeki keskin rıqabat ve isim kuylarga emrah oldu. Mana bu sanda kelganda İpek yolu sadasıdaki tanlash bosqichi oxirgi shay deb qoldi. 4 ustozimizning ichida Abdulla Abdurahim ustozning o'quvchi tanlash soni oxirgi chekka yetdi. Urumchi shaharlik 121 boshlang'ich maktabning musiqa o'quvchisi Bang Chao, yigitlarga xos ovozi bor mahirimiz Qaysar Ablat. Toshqo'rg'on san'at o'mikining naqshchisi tojik do'stimiz Imom Ali. Lirik ovozliq mahirimiz Asqar Anvar. Hissiyotliq naqshchi qarindishimiz Kalpindin kelgan Akbar Ahad. O'zi buxgalter bo'lsa-mu, san'at sohasida tirishayotgan yigit Akbar Doni. Jungo muzikantlar jamiyatining naqshi o'qituvchisi Ismoil Odam. Tajribalik, talantli dehqon naqshchimiz Osmonjon Rozi. Yoshlarımızga tonish naqshchi qarindishimiz Xilil Mijit. Atishdan kelgan talantli naqshchi Turg'unjon Islom. Xushavozliq naqshchi Ablimit Mamatpura. O'rinlash mahorati yuqori naqshchi do'stimiz Muhammad Ali Tursun. Qadimiy san'atni yangicha uslubda ifodalagan Mardon Turg'un. Tirishchan ham mahoratlik lirik kuychi Dilyor Dilmurod. Yurakka go'zal mullarni solgan mahorat naqshchi Mamatjon Ahmad. Qirg'izistondan tong sabosidagi lirik kuylarni ilib kelgan Tangnur Muhammad. Ular bo'lsa Abdulla saknasining zo'r qo'shini bo'lib tanlandi. Keyingi qadamlaringlarning texnik utuqli bo'lishini tilaymiz. Əmdədən başlap Abdulla Abdurim əpəndim səknimizə yüzünüb olturdu. Əlbəttə qalğan ustazlar yana davamlıq mahirlarını tanlaydı. Golden Rose Rambo Yumlayın. Mening ismim Mavlon Muxtar, o'zim Qarmaydi yerdan keldim. Yoqtiradigan uslubim bo'lsa, chat uslubini bir qadar yoqtirib anglayman ham shu uslubda o'zim naqsh etaman. İpek Yol Sadası programmasi qilishga maqsadim to'rt ustozdan ko'plagan bilimlarni egallab, o'zimning muzikada bo'lgan saviyamni o'stirish maqsadida keldim. Hissiyatsız dedim sen beni, sen özünü acayip çağlar. Hissiyatlık bulğunun şumu, yaş ballanın gözünü yaşlar. Hissiyatsız dedin sen beni, sen özünü acayip çağlar. Hissiyatlık bulğunun şumu, yaş ballanın gözünü yaşlar. Bilemedim ben seni, bilemedim ben. Bilemedim ben senin söyleneni. Bilemedim ben seni, bilemedim ben seni. Bilemedim ben köygeneni.
sen yaş döküp bir gül üzüp birini taşlar Kaçan uçar yürümen hamdi Men bu muңluk nakşini başlar Kaçan uçar yürümen hamdi Men bu muңluk nakşini başlar Bilelmedim ben Bilelmedim ben Bilelmedim ben Bilelmedim Bilelmedim ben Bilelmedim ben Bilelmedim ben İstiyarsız dedim sen mi? Assalamu alaykum, ben Qarmay Diyardan, ismim Mevla Muxtar, Atlant Til Tarbiyalash Markazi tarbiyalanma. Mevla yaxshi, ovoz intan chiroyli ekan. Ma'lumlarning aylanmasligida yana boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Mevlan yosh bo'lg'achqa bu musha chiroyli ovozni to'liq ifodalaydigan naqshni tanlay olmay qoldi. Aytgan yerlari shunday chiroyli ovozni tusi shuncha chiroyli chiqyotdi. Naqshning ovoz doirasi sizning aslida zodi qanchalik doiradagi ovozingiz borligini bildirib berolmay qoldi. Lekin ovozingiz shuncha chiroyli, siliq. Hozirgi zamon naqshlari, ya'ni hozirgi zamon Uyg'ur naqshlarini ijodiy ahanglarni aytishga tamoman bo'lib keladi. Tarbiyalashga toza yaxshi bir material. Rahmat. Shu munosabat bilan ota-onamga rahmatimni bildirib olsam. Mening bu yerga kelishga maqsadim faqat o'zimning mush necha yillik o'zim muzikada qiziqqan narsalarni bir shu boshqalar bilan bir hamkorlashib olsam, işte bir ota-onam xush bo'lib qolsa, degan maqsadda maqatim qatnashgan bolaning ichida necha minglagan bola bor ekan. Ashning ichidan 100 ning ichiga kirdik. Men xil bo'lib qoldim deb o'ylayman. Albatta. Bu cho'ng natija. O'zimizning natijasini muqimlashtirishimiz kerak. O'zimizning ko'ngildacha mosh Mevlan yigitga o'xshash o'zimizning har bir bosgan qadamimizni o'zimiz natija chiqarishimiz kerak. Buni yakunlashimiz kerak. Hozirgidek mana men shu 1400 bolaning ichida 100 ning ichiga kirib bugun sahnaga dastlab chiqmaganning o'zi oson emas. Bu bir natija degan vaqtida burada qatamqi qadamni qanday elishni o'ylashim bo'ldi. Tajribaga ega bo'lib qoldi-da hozir. Rahmat. Odamning aqli parosati koinotning sirlarini ochishga qodir. Ba'zi sirlarni bilolmasakmi, aqli idrokimiz bo'lsa, talay natijalarning bizga mas'ul qilib bersaklar, shu g'animat. Yaraysiz Mevlanni g'alaba qushqaysiz, aman. Programmamiz bilan 2015-yilda tantanlik bozorga selingan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı abide soda suyu ve meyve şəriflerini işlep çıkarıvatkan Şinjan Abide Biyopen Teknik Çeklik şirketi mahirlerimizga ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mehir muhabbetini özgü mizan kılgan mehir yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik gösteriyotgan Şinjan İşbar Biyoteknologiyasi alaydı hemkarlaşkan. Albatta, programımızdan 1, 2, 3, 4 derecege erişken mahirleri o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1 derecege erişken mahirimizni Kamran Buaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran Sodechek shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2 derecege erişken mahirimizni diyarimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abide soda suyi va meyve sharifini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abide Biyopen Texnik Taraqqiyot Çeklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3. derecege erişken mahirni her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik gösteriyotgan Şinjan İhbar Biyoteknologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecege erişken mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayraktar korxona Şinjan Mo'tibar Sodechek shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Mening ismim Gulbanur Erkin, yurtim Aqsu Uchturpan. Men oliy maktabni muzikalik teatr kasbi bitirgandan keyin hozir Urumchida san'at yurti, opera o'makda praktikant bo'lib ishlayapman. Mening naqsh aytishga aloyligim bo'lsa, milliy uslubda naqsh aytish hamda go'zal ovozda naqsh aytish. Men lekin buningdan sirt ommabop uslubdagi
Bulupmu Avrupa uslubidagi naqshlarni aytishni intayin yaxshi ko'raman hamda yoqtirib anglayman. Men bu programma qatnashish orqali o'zimning ortiqchiligimning yo'qligimni bilib beqish yuzida ham shundaqla o'zaro o'rganish maqsadida bu sahnaga keldim. Cihanda bir adalet şah Bolğan tam şu tam adiyarında Cihanda bir adalet şah
qildim tomosha bil sadarimni tomosha bil Assalomu alaykum, qadrli baliqchi ustozlar, tuvanda o'tirgan tomoshabin do'stlar, ham ekran oldidagi barliq ko'rganlar. Men Gulbanu Erkindan hammanglarga o'tliq salom. Sizning ovozingiz haqiqatan menga yaragan. Rahmat ma'lumlar. Bu qizning ovozi shuncha keldi menga. Dilshod ustozim, siz yana yo'rildingizmi? O'rilibdi emasmi? Ne deydi qanda? Ko'z ko'rmagan bilan quloq shash. Başkası birisini santoşta biz örülmedi. Adileşkimizi kaldınız hem de. Udul dervaz o çok bana. El Rayi grupsi hocası ben. Çaka çaka kemsiz minum yancıkımdan çıkmalı kalmadı. Kelişinizni kızgın karşılamak. Sağlam, siz naydi çoğun naqshini yapgapsiz bu yerga. Men sizniki shu puroq elishlaringizdan naqshining shu kuyning oxiridagi puroqlarini tutirtib elishingizdan sizni hozirgi zamon naqshlarini bek yaxshi aytamdiki deb his qilyapman. Ancha-muncha aytib qo'yma. Demakchi o'g'lingiz ancha-muncha aytma, bek aytamayman demakchimi? Siz demakchi Dilshod ma'lum tanlayman demakchimi? Yo'q, endi ammo bu uslubdagi naqshlarni bek o'zim yoqtirib anglayman, yoqtirib aytaman, lekin shu sizdek aytamayman. O'gitib qo'ysangiz. O'gitib qo'ysam bo'ladi, Dilshod ustozim, shunaqmi? O'gitib qo'ysam bo'ladi. Hozirgi zamon naqshingizni bir kuplet bo'lsin bir anglab boqim kelyapti. Naqshimning sandingiz. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. If wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and I believe makes my heart dance. My heart will go on and Menimcha sog'lim. Ma bizniki Jack yomon qayirib ketibdi. O tetedeki yangi çıkarttılı 100 yıl oldu cekirmem daha. Adila sog'limniki qo'shinimi xeyli kuchli. Sizningki chechingizni hurmatini qilamiz. Ammo lekin shu ayol kishining qayoshi debdi ekan. Bu naqshni aytgandan keyin cho'qimli siz zamonaviy uslubdagi naqshi bo'lamdi. Amibop uslubdagi naqshi bo'lamdi. Shundaqda xalq naqshi, shundaqda hatto muqannam o'qiy olishingiz mumkin. Chunki bu oson naqsh emas-da. Hozirgi yoshlarda men shunday bir taraflamalik bir xil qarashni his qilib qoldim. U bo'lsa-mu, xalq naqshi, milliy naqshlarni aytganlar hozirgi zamon naqshini esi bo'lmaydigandek. Hozirgi zamon naqshi aytganlar xalq naqshi aytmadi, bir-birisiga o'liqi ziddek his qilib oldi ekan. Menga bergan ta'siri bu bir taraflamalik qarash asli. Zamonaviy naqshlar mana xalqaradan 70-yildan boshlab buningki shah otisi Michael Jackson Muşnundan başlap bizning 80-yillardan boshlab davlatimizga kirgan zamonaviy naqshlar hozir mana taraqqiy qilib rock, R&B, jazz, funk, bossa, hatto hip hop amdi bag'an siri world music shu joyga degan yerga keldi. Shu zamonaviy naqshlarningki davrdagi taraqqiyot yo'nalishiga qarab maqsa, bularning zamonaviy naqshlarning otisi, ya'ni uni tuqqan onasimi, otisimi asli shu xalq naqshlarimiz. Bizningki shundaqla bu xalq naqshlarimiz ham dunyoga tava. Milliycha naqshlar amaliyotda ham san'atning bir turi dunyoga tava bo'ldi. Xalq naqshlari zamonaviy naqshlar bilan o'ziningki qadr-qimmatini topdi. Zamonaviy naqshlar xalq naqshlaridan nusxa oladi, ulgu oladi, ilhom oladi. Yoshlarimiz bo'libmi, shu nuqtaga sal diqqat qilib qo'ysa. Masalan, meni nurg'un odamlar shu zamonaviy naqsh aytadi, lekin xalq naqshi aytolmaydi deb o'ylaydi ekan. Menmi ba'zi bir
xalq naqshi aytganlarni zamonaviy naqsh aytib qolsam men aytolmayman deganni anglab qoldim. Asli bir haqiqiy naqshchi bo'lish sifati bilan har qanday naqshni oldiga kelsa mashq qilish bir darsning o'rnida o'rganish kerak, mashq qilish kerak. Mana siz dal mening mush ko'nglimga yoqqan naqshchidan biri. Demak siz menga keling. Men bugun sizningki bugungi ifodangizdan sizni maqtashga tegishli bir tarafi naqshchida ovoz bu hammadan da bo'lavermaydi. Bundan burun balkim o'yinlar qatnashdingiz, manda yuqori darajada jiddiylashidigan so'rovlar qatnashmadingiz. Bu mush eng jiddiy holatda siz bayqi inkasni to'g'ri bildirdingiz. Bir naqshchida naqshni ijro qilish, hissiyotini bildirish, hamma narsani elga ko'rsatayotgan mana bir so'rinda yana bir inkas yomon tez bo'lmasa, sharabanim degandek mag'lub bo'lib ketadigan ish chiqadi. Bugun siz mana mush o'tganini o'tdingiz. Bundan burunmi ba'zi qiz yigitlarimiz mushundan hadisga uchirgan, ularni o'tgan. Ma'lum kelsangiz qat'iy xatolashmaysiz. Tishik o'choq va 100 qarshalaman. Kelishimiz daqdim baqchilib, ha. Endi men burundan tatib shu ovozimni milliy ovoz tusga tushidi. Yaxshi joriy qildira olaman o'zimni deydigan. Xalq og'indagi naqshini aytib, agarda tanlanib qolsam, keyingi bosqichlarda o'zimning shu amibop sibtiki, Yevropa sibtiki jihatda naqsh o'rindash qobiliyatini texmo oshira olgan bo'lsam deb javobini berib oldingiz. Sizning Yevropa uslub deyishingiz go'zal ohang emasmi? Emasmi? Yo'q, emas. Emasga deb Ha? Emas güzel Yevropa uslub degan go'zal ohang emasga. Ahmoq mobilni ozdumay turing deyman. Marazga qilsam faqat bilamedim. Tilshatkamning bu naqshlari intayin tayziya, bek saviylik kiraydi. Odatga odamlar bek sen aytamaydi naqshlarni. Odatga naqshni aytgan naqshlarimiz yo'q. Siz o'sha eg'isini olyapsiz-da. Sizning oxirgi qaroringiz? Mening eng oxirgi tanlashim Tunum dana dem elişler dil aramın avun taptı. Tunum dana hizmetlerim elgi yaktı, dilgi yaktı. Cahan ehli buldu heyran, keysem seyri sayahette. Hemkar buldu yetti iqlim, sodi bitim ticarette. Dana tallaş, dana kiyimleri. Xalqarалық даңлық марка образ yaratgan SKG mahsulotları Şinjan Okyan Xalqaro savdo chekish shirkati bosh vakolatchiligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkilik va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okyan shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat ambisi bilan SKG oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sufati alayga yaxshi bo'lgan SKG mahsulotlarimi esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan otildi. SKG oila elektr uskunalari. mening eng oxirgi tanlashim Adila Sidiqxonova. Yoshliq har kimning navokash cheg'i. Bulbulga kerakdir Guliston beg'i. Gulbanimning navosi ustoz Adila Sidiqxonova elini topdi. Biz ikkalarining xushnavolani yoritishinglarga tilakdoshmiz. Mening ismim Mamtiminjan. O'zim Uyg'ur 12 muqom ostonasi qadimiy Badam makoni Yakan diyoridan keldim. Xizmat o'rnim bo'lsa, Yakan noya Qarshi o'tir maktabining musiqa o'qituvchisi. Meniki alaylikim bo'lsa, Uyg'ur 12 muqomi, xalq naqshlari va ommabop uslubdagi naqshlarni yaxshi aytalayman, ham yaxshi ko'raman. Meniki bu Ipak yo'li sadosi iborat cho'ng sahna kelishga asosiy maqsadim o'zimda bor bo'lgan talentimni joriy qildirib 4 nafar yetakchi ustozning tarbiyasida o'zimniki yaxshi ovozimni keng qarindoshlarimga yaxshi anglatish maqsad bilan bu Ipak yo'li sadosiga keldim.
Açtaplarım dikti Badamni bağ biremlerge Badamni bağ biremlerge Badam dostu kondurdi Badam dopa gilemlerge Badam dopa gilemlerge Badam dostu kondurdi Badam dopa gilemlerge Badam dopa gilemlerge Eğitin kürkü otursa Jigitnin kürkü otursa Jigitnin kürkü otursa Nisip olmandı meşğulum Güzel Leyli senemlerge Güzel Leyli senemlerge İşimda tacı dek parlap Turar mağrur badam doppan Turar mağrur badam doppan Kiyip barsam misiringa Yeni dikli ecemlerge Yeni dikli ecemlerge Kiyip barsam misiringa Yeni dikli ecemlerge Yeni dikli ecemlerge Yaraşmaydı diyelim sen Yetiz kırladı dikanga Yetiz kırladı dikanga Yaraşmaydı diyelim sen Aziz zat mühteremlerge Aziz zat mühteremlerge Olup kelgen şpa melhem Badam cismiga halqimdim Badam cismiga halqimdim Badam doppa baxit bergey Cesaretli kademlerge Cesaretli kademlerge Badam doppa baxit bergey Cesaretli kademlerge Cesaretli kademlerge Cesaretli kademlerge Assalamu alaykum. Uyg'ur xalqimizning faxri bo'lgan, men uchun eng hurmatli bo'lgan 4 ustoz. Sizlarga Yakin o'g'loni Mamtiminjondan o'tliq salom. Yakin noisinki, shu Amannisaxon tug'ilgan Jiroq bir yisba Qarsu deb. Shu Qarsu o'tir maktabda muzika o'qituvchisi bilan shug'ullanyapman. Mavo Muhammad Imin degan yigitni men taniyman.
Bunun nakşılarında mı cık anlagan. Tecrübesi var nakşçı. Yakanның şu amavi sorularda bu jigitning teklifleri intayın cık. Endi bugün mening bilishimcha bu nakşının icrası da ciddiyleş. Bak elbette özü eng yaxshi ko'rgan ustozlarini oldida ham tomoshabinlarni oldida unchalik bo'lishi balkim shu sabab. Ammo men ishini bu yigit yaxshi naqshchi. Man naqshning qiyinlik darajasi xili bor. Avjisi xili bor ekan. Ovozingiz men ishlaymanki, ma naqshda azroq desimiga yer bor. Azroq qo'yganchu. U qiyish sal odiq ketganlikdan ishkilsa jiddiylashganlikdan bo'lyapti. Amaliyotda sizning ovozingizni unda qaymasligini men uzun naqshgan bu. Ovozingizning yuqori tuvan hamma jihatdan rasm va erlarning bir yuqori ovoz kirdiken, mening gruppamga kirdingiz hamda ikkimiz hamkorlashib ketamiz bundan keyin. Dilshatkamning o'rgilini men bilmay qolibman. Olimcha rahmat aytaman. Men mush sani kutayotganimni mana 21 yil o'tdi naqsh aytayotganlar. Shu 13-14 yosh vaqtdan boshlagan. Dilshatkamga yaratdimiz. Aslida bu ovozim qiyib boqmagan bu chaq kelib. Lekin bugun bek satish oldi. Lekin hech yo'q. Uni saytib jiddiylashganlikdan yo charchaganlikdan bo'ldi bizning qo'yadi. Mayli ben bu sizga nisbatan amaliyotda hech qanday zarba bo'lmasligi kerak. O'zingiz yaxshi yigitsiz. Cho'ng sifat bo'lish kerak. Shuning uchun sizda o'rganishga tegishli ba'zi narsalar bor. Sizning yurak so'zingizni keyin olamiz. Dilshod akamning qo'rg'osiga maqsangiz bo'ldi. Anam tikkan badam doppa yarashmamdu men kiysam. Dadam kiygan badam doppa qarashmamdu el kiysam. Badam doppa bizning go'zal mirosimiz. Shundaqla badam doppa to'g'risidagi naqshlarimizmi intay go'zal. Mamtimin ahadga utuq tilaymiz. Mening ismim esa İlyas Alim, yurtim G'o'ljidan. Mening yaxshi ko'rgan uslubim endi ommabop naqshlar, xalq naqshlari. Mening qiziqishim bo'lsa naqsh etish, muzika chalish, qatorliqlar xalq naqshlarini etish degandek. Hozir ishlayotgan o'rnim Xotan viloyati Qarqash san'at umkilishlayman. Yani mening maqsadim o'zimningki naqsh etish, jihatdagi tuvanchilik ishlarni yaxshi bir fikrni berishni umid qilib asos shu jihatdan keldim. Dil güzellik apa şahның uzeri yaprak. Dil güzellik apa şahның uzeri yaprak. Adem ruini dostlar mezmut türeki ahlak. Adem ruini dostlar mezmut türeki ahlak. Afsa bir talpen Üzünün kadrini bilmek. Kökte afsa bir talpen Üzünün kadrini bilmek. Oyundun koyun çıksa Bulup kalma kaç telek. Oyundun koyun çıksa olup kalma kaç tele.
koyun çıksa olup kalmak gerek. Olgun kusurum ama Adem tırgımam. Olgun kusurum ama Adem tırgımam. Ahlaklı tutaylıyan bu dünyada biz mihman. Ahlaklı tutaylıyan dünyaya biz mihman. Ahlaklı tutaylılar bu dünyaya biz mihman. Ahlaklı tutaylılar bu dünyaya biz mihman. Bu dünyaya biz mihman. Bu dünyaya biz mihman. Dünyaya biz mihman. Assalomu alaykum ustozlar, ekran oldidagi ko'rmanlar, naqmarin tomoshabinlar. Hammalarga G'o'lji diyoridan İlyas Olimdan o'tliq salom. Bu ovoz yuqori ovozga tava ovoz emas, sizning ovozingiz. Lekin tanlangan naqshida yuqori ovoz borki. Ma bizning o'zimizning naqshlarda shunday yuqori ovoz bo'pli qolmay, agitmalari bordi. Ovoz doirasi to'g'ri kelmagan naqsh bo'lgandan keyin shu agitmalarda masala ko'rildi. Buni siz o'zingiz tushunibsiz. Boshlanish shunday yaxshi boshlangan menimcha. To'g'ri, o'zimman biza jidlashib qoldim. Endi shunday bo'ladi ekanimdan cho'ng sakinlarda ustozlarning oldida naqsh aytish endi fursatiga erishganimdan nihoyat xush bo'ldim o'zim balkim. Azab jidlashib qoldi. Siz o'zingiz ish o'rningiz qayerda? Xo'tan Qarqash Ömekda ishlayapman. Ha, Ömekda, ha, kasbiy o'rindiki. Bo'pti, endi bu tajribani yakunlaymiz. Bo'ldi. Yana uchrashish fursati izlaymiz. Ovozingizda aloyidlik bor. Buni cho'qim yaxshi taxmi joriy qildirganga, taraqqiy qildirganga biz doim tayyorsiz izlasangizlar. Bo'ldi. Cho'nglarniki urug' tuqqanlarning qo'llashi bilan bu sahnaga chiqish fursatiga muyassar bo'ldim. Tilim shu ota-onamniki, endi hammamizning tilgi shu endi beqib cho'nqilgan. Nəhayət xoş, qollab, quvvatlab bəginiga rəhmət etəmən. Yəni ki, Qarqash Öməkdiki bizning başlığımız, sənət başlığımız, şularniki qollab qo'yishlar, həmişə səhnə gəldim. Həmmə ustozlarga, qarindoshlarga, hammasiga rəhmət etəmən. Rəhmət. Axloq ham fazilat odam zinnati. Axloqsiz kishining yo'qdir qimmati. Har sifatdan natijam melim bo'lsa-mu, beaxloqning o'likdan na bo'lsin farqi. Naqshingizga rahmat İlyas. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı abide soda suyu ve meyve şəriflerini işlep çıkarıvatkan Şinjan Abide Biyopen Teknik Çeklik Şirketi mahirlerimizge ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mehri muhabbetini özgü mizan kılgan mehri yürüyüşlük yüş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik göstervatkan Şinjan İşbar Biyoteknolojisi alaydı hemkarlaşkan. Albatta programımızdan 1, 2, 3, 4 derecege erişken mahirleri o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1 derecege erişken mahirimizni Kamran Buaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran Sodachek şirketi 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 2 derecege erişken mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abide soda suyi va meva sharifini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abide Biyopen Texnik Taraqqiyot şirketi 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 3. derecege erişken mahirni her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik gösteriyotgan Şinjan İşbar Biyoteknolojisi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 4. derecege erişken mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Şinjan Mo'tabar Sodachek şirketi Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi.
Assalamualaikum құрметті экранында барша көрермендер. Мен Қайсар Далайұлы, Боратала қаласынан келіп отырмын. Әдетте эстрадан бағытындағы әндерді ерекше жақсы көремін. Әрине сүйіп айтамын. Осы ретте жібек жолы сахнасына келуге себебі өзімді өнер жолында шыңдай түссем деп келіп отырған жайтым бар. Әрине баршаларыңыздан қолдап қуаттауларыңызды. Bilmedim nege жүрек суында ойлашы өткен бақытты күндерді жаным мөлдір көзің баурайды сезім естен кетпейді айтқан сөзің пәк сезімменен біз табыстық бақыт жолына бірге аттандық ойлап ем мәңгі боламыз бірге азапты тағы сыйлады маған неге Сол күндер қайда оралмас қайта жүрегім сені сағынды сезімді алдама жас төгіп жылап тұрып сүйем деген сөзің қайда Сол күндер қайда оралмас қайта жүрегім сені сағынды сезімді алдама жас төгіп жылап тұрып сүйем деген сөзің қайда Sözün kayra Sертіңнен тайдың, жаным тұрмадың Несінен мазалап, сонша қинадың Өртенді жүрек, жоқ болды тілек Жаным жолымыз бөлді бөлек Өткізем менді қалай күнді Сағылсам қайтем сыңғыр көкіңді Соңғы рет қарап суретіңе Қош айттым қимаймын көзіңе Сол күндер қайда оралмас қайта Жүрегім сені сағынды Сезімді алдама жас төгіп жылап тұрып Сүйем деген сөзің қайда Сол күндер қайда оралмас қайта Жүрегім сені сағынды Сезімді алдама жас төгіп жылап тұрып Сүйем деген сөзің қайда Сөзің қайда Жүрегім сені сағынды Сезімді алдама жас төгіп жылап тұрып Сүйем деген сөзің қайда Сезімді алдама жас төгіп жылап тұрып Сүйем деген сөзің қайда Sözün kayda Ассалаумағалейкум құрметті ұстаздар, құрметті көрермендер. Қайсар Далайұлынан, қазақ жігітінен, қазақ азаматынан сіздерге сәлем. Ойбай, менің осы, мен алдымен айтатын еді, осы Боратала өзімнің тұлпақ жұртымдан келген, ауылымдан келген бір
Азаметпен осы сахнада көрішкеніміз өте қуанып отырмын де. Рахмет. Мен де сіздермен осы орайда жолыққаныма төтенше қуаныштымын. Ой, рахмет саған. Мен қазақ жақсы білмеймін, сондай болса да екеуміз қазақ сөйлескен мәселе жоқ енді одан. Жарайды. Мен сонда түсіне беремін. Мындай ба. Даусың өте жақсы екен. Ой, бай, сондай бүк қағып тұр даусың. Сон жарық әнді айтуға өте майыр екенсің. Рахмет. Сенің әніңді естіп мен сол шыдай алмай мынаны ұрып тастадым енді айланып барып. Айта кетсем бола ма болмай ма білмедім. Осы орайда тағы да айтқым келіп отыр. Әзірге орындаған әнім өзім әнім болады. Өзің жазған ба? Иә. Сөзіңіз бар? Сөзі сенікі, музыка да сенің. Барлығы өзім. Ой, бай. Сен ақ соның талантың бар екен еді. Рахмет. Жарайды. Енді менің группамға кел деп айтам ғой сен енді. Сен менің группамға келмесең, ана бір талада екеуміз кезіп қалсақ ұят болады оған. Менің группамға келсең, сонымен үрімшіде болса да бұлды боламыз. Машинамен бірге бір талаға қайтқанда ол кезде бір талада тағы бірге боламыз да. Соған біз үрімшіде боламыз, бір талада боламыз, қай жерде болсақ бірге жұп үйренуді. Мен сенен үйренем, ұйғырша әнді сен менен үйренесің, сенің қазақша мен үйренем, солай алмастырмай. Мынадан бәрін жығып тастаймыз артында. Екі мұғалымың бар енді мен жерде сен менден тартып кетемін деп былай тұрған енді. Мына екі мұғалымның қандай саған болғанына бағасы ба соны естейік енді. Нақшыны шындақ яқшы болып, әгер ижады етім демеген болсаңыз, мен бұны бір қазақ халқының өзір бір яқшы көріп, айтыдыған бір азыр қызама ұсынып бір нақшым кедеп ойлақап тікен, лекен ижады етім деген тан сізге болған өрмітім ені бір дәреже ашты. Рахмет. Мен бұл мұшында ғам өзім языма, өзім мелодиясını işleymen, өзім eğitimen. Келішіп қағыдайымыз біздің мелодия группымыз сізні қаршы алды. Gerçi мен қазақшыны Dilşat ұстазымдек, Nurisa адамдек яқшы сөзлеймісем бұл, лекен нақшыны яқшы eğitmedім, ойлаймын. Мен білен бір жұтлық кенде бұл бала. Мұш іш бар кәдігі. Сілер білмейдіған бір кепінде қазақшы сорай. Бортала қай жердесің? Пинтаны орынға қарайды, 89 тан. 9-шы лен. Ойбай. Тасырқай деп қойды. 9-шы леніміздегі Хотқор деген еріп жүрсің. Хотқор. Ойбай. Мен далда. Мен далда тұрған. Абдуллақа мандақ еріп өтіп еді. Далда мен Хотқордың арылып 2 келімті ме 3 келімті келесі? Мәселе айдың болды ғайды, менің группам келмесең өт болады. Мен қазақчы Dilşat ұстазында яқшы сөзілмегенім білән, лекен қазақчы нақшыны бәк етуітім әтші. Сізге мен ұйғырчы нақшы олмайым әтші. Қазақчы нақшы өйтіп қойғыдек дәрежеде азырақ olsun ба мәнді. Жерсіз түнде жарығай, сөнлесі суда дерелде. Ay kabak altın körpe kazalarım gel desek nigaya ilatın terol. Ғасырajim аңсаған сағынышым сар ормандай самсаған Қара таудың басынан ой көш келеді-ау көшкен сайын бір тайлақ боз келеді югай-ай ән салышы-ау бір балай Қазағым-ай қозылар осында өліп екен үндімей пішаққа көнеді екен Yitlep әкетті валла Қарлығаш қашын қара қанатындай ербетің бетің қызыл манатындай қарлығаш Құралай күз құлан шаш Алма мойын қиғаш-қаш Сүйгені сәулем Қарылым
yarım kalıgaçlık gap. Bavrum, Nur sahnesi seni kütüp duradi. Yur ketemiz. Yur ketemiz muhabbet. Bu yerde adamlar eski ketemiz deydi. Oy, evet söz işitme he. Men bagana Bo'ldi, mayli, kimni tanlasin, men yetlab apirib qo'yman. Gap yo'q, qanda? Mushuningga qo'shilsizlar-ku, ha? Mayli, siz kimni tanlang? Meni tanlasangiz ham bo'ldi. Dilshod Raydin apandimni tanlasangiz ham bo'ldi. Adila xonimni tanlasangiz ham bo'ldi. Men kimni tanlasangiz yetlab apirib qo'yman. Gap yo'q. Nurisa ili tashkilotniki apirib qo'yish. Ya, men o'zim apirib qo'yishga va'da qildim, shundaqmi? Qani, marhamat. Ko'p tashakkur. Shunchalik musobaqalarga qatnashgan 2010 yildan boshlab ta hozirgacha bulturqi bilsizlar balkim bilasizlar qozoq xalqining kumush ko'may deb musobaqasi o'tgan bilamiz seni gayt oladigan ko'p musobaqalar qatnashgan shu musobaqalarni olgan natijam orqali nurg'ulg'an ko'p sahnalarga chiqdik shu sahnalarda Abdulla muallim bilan bu 2013 yılı Remilda Huytanda bir sahnada naqsh etganmiz. Mümkün esingizda bor ya esingizda. Albatta esimda. Ko'p rahmat. Hammalarga rahmat. Men shu sahnani yaxshi ko'raman, shunga keldim. Naqsh etishni yaxshi ko'raman, shunga keldim. Bundan keyin texmo yarqin ifodalarini tepish uchun xizmat qilishga tayyor. Gerçi mening sanim to'shib qolgan bo'lsa, men amroq. Bizga bundan burun nurg'un sahnada bil o'yin qo'ygan bu yigit yetuk bir naqshchi. Bizning Jipak yo'li sadasi, xush ovozlar sahnasi dal bugünkidek Qozoq, Qirg'iz, Tojik, Mo'ng'ul, hatto Xanzu, Uyg'ur hamma yigitlarning, hamma qizlarning sahnasi. Sizning o'sha sahnaga kelganingiz buning isboti. Har millat xalqining buyuk ittifoqligining ifodasi. Sizning sahnamizga kelganingizga ko'p rahmat. Siz orqali Qozoq xalqiga, Qozoq bavurlarga biz salomimizni yo'llaymiz. Rahmat. Siz hozir hech ishkilanmang. Ko'nglingizni bor ustozingiz davring. Hammasi yaxshi ustozlar. Sizda ranjib qolmaydi hech kim. Ranjimaydi. Siz ma'lumni birini tanlangda oldingizga qarab menavering. Albatta men ham tanlaydiganim. Bir xil esiltan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmaklari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha o'rganyapsiz. Haj Baba pashmaklari. Asanat badan yuz suyuqligining tabiiy atridi va mo'l maqsadlari yumron tadningizni to'g'rab, harg'inligingizni chiqarib, yep-yangi rangdor hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Albatta men ham tanlaydiganim Dilshod muallim. Nurisa muallim sizga rahmat. Qozoqcha naqshni shunday yaxshi qildi ekansiz. Bundan keyin bu Dilshod muallimning vaqti chiqmay qolsa sizdan berib naqsh o'rganay. Mana. Qozoq qarindoshlarning Qaysar Botir xarakteriga qorliq cho'qqilar guvoh. Bugun Qozoq o'g'li Qaysarning yangroq sadosiga jo'r bo'ldik. Dilshod Raydin ustozimiz qozoqcha naqshlarga xeyli usta. Bu Qaysarni texmi Qaysar naqshi qilib o'tishi mumkin. Ben güzel G'ulji diyardan keldim. İsmim Şafqat Rahim. Mening qiziqishim bo'lsa gitarchilik. Yoqtirib anglaydigan naqshlarim bo'lsa, yozish uslubdagi, yozuvchi, ammabop uslubdagi naqshlarni yoqtirib anglayman. Mening bu sahnaga kelishdagi maqsadim bo'lsa, o'zim tayyorlab kelgan ijodlarimni ota-onamga, keng xalqimga sunishni qisib keldim. Gitarı kuyuzga o'xshaydi. Keylari bizdek yuklangan.
kenarı Qo'shqalar yarim ketar tashlaydi g'amga Kenarı Qo'shqalar yarim ketar tashlaydi g'amga Kechashki uyg'ondim Yarishikdim chekdim Yarisdan kelur oxirim Sig'mayman ketidan Yarisdan kelur oxirim Sig'mayman ketidan Qo'limga qiynab yoqdim bu qishning o'zbisi yozdim Qo'limga qiynab yoqdim bu qishning o'zbisi yozdim Yar kelgan bu qora qishda o'ylab yurmasan yozda Ketarım kuzga o'xshaydi Assalomu alaykum tomoshabinlar, ustozlar. Men G'uljidan keldim, ismim Shafqat. Ha, Shafqat edim, yaxshimisiz? Yaxshi. Bu sizni o'zingizning ijodiyatimi? Ha, Qandaligini men tushuna olmadimmi yoki boshqa ustozlarmi? Shunchalik zan silib angladim, lekin talaffuz qilishingizda ya yangi naqsh yo'g'ashqa o'zingizga o'zlashtirmay olmay qoldingizmi? Tekisini toza degandek anglab bizni nima deyotganligingizni bilmay qoldik. Demak, bizni shu zamonaviy naqsh aytgan vaqtda shu talaffuzimizga bak diqqat qilmasak, bizda bir xil qasdalik chiqib, masalan, siz hozir ovozingizni jirt chiqaryapsiz, kuchab chiqaryapsiz, adda dimoq ovoz ishlatyapsiz. Biz bak diqqat qilmasak, bizning tilimiz Uyg'ur tili bundaq naqshlarni aytishga degandek mas kep ketmaydi aslicha tilimizning o'zi. Bizda til oldi, til ara so'ziq tovushlari ham uzuk tovushlari jiq bo'lganligi uchun bizdagi shu dimoq ovoziga ancha mas kep ketmaydi. Shuning uchun bak diqqat qilmasak, nima deyotganligimizni haq bilmaydigan ahvol bo'lib qoldi. Bu xatolik ilgari mendimi ko'rilgancha Abdulla aka, mashq jarayonida.
bu sizning hozirgi talabbuzingiz sizning mashq jarayoniga talabbuz. Lekin mandaq musobaqalarda siz bu nuqtaga cho'qim diqqat qilmasangiz, ziyon tortquchi yana siz bo'lib qolasiz. Kuchi bor bo'lgandan keyin ovozga bek kuchab ketasiz ukam. Amaliyotda men men sizning ovozingizni izlab жүрген, o'sha ovoz menga lozimdi. Ammo talabbuzingiz sal aşı adaylar degandek ashundaq bilgili bo'lmay qoldi. Siz ahongga bek kuchabsiz, ovozingizga kuchabsiz, tekstga kuchamay qolganligingiz uchun bugun shunda bo'lib qoldi. Amaliyotda siz haqiqatan yaxshi bir talantli bola ekansiz. O'zingiz ijod qilibsiz, uning ustiga-chi. Mushu naqshlaringizni eli xalqi aniq angladi, qo'shnilik qo'limlaringiz angladi. Siz bir cho'lpon bo'lib ketdingiz o'zingizning mahallisida hozir. Shundaqmi? Unda bo'lgandan keyin siz texnik yoshingiz kichikka qancha yoshga kirdingiz? 19 kirdim. Agar shu talaffuz qilish jarayonida masalan ovoz bilan talaffuzni bir taraf qilolmagan ahvolda sizga agar ozroq yordamim tegib qolsa ajab emas. Meni izlasangiz men shunda ozroq ta'lim berib qo'ysamlar, ha, bunday ekan deb bilib qolasiz. Chunki bu undaq mashqlarni men ko'p qilib, men mana shu Uyg'ur tilini bu Liushin hozirgi zamon moda uslubda naqshlar akir pulolmay bak qiynalgan. Hozir yo'lini tutib oldim, men oson to'xtaydi. Sizga ozroq siri bor, shu sirini deb bersam, qana deysiz? Rahmat. Qo'shildim. Men G'oljidagi vaqtimda men gitar chalganda 5 yil bo'ldi. Hamda gitar chalishni o'zim sezimimda qiziqishim tayinib yurgandim. Hamda bu chalish mezgilda men Yorposlab tikalik biza eg'ir tikalik naqshlar. Tushunyapman, to'g'ri. Etish qamroqchi ba'zida mana bunda chiqirsangan naqshi bo'ldimi deb deb. Ularni ketgan ularga diqqat. Boshqalarning hamda nima deyishidan qat'iy nazar men o'zim qiziqa yo'lim bordim. To'g'ri. O'zingizning maydonni ching turing. Hamda shunchalik sakinlarga chiqib, shu naqshamni hamda do'stlarim hamda mening qarindoshlarim, og'aylarim, xizmatdoshlarim shunday yoqtirdi. Bizmi yoqtirdik. Bizmi intayin yoqtirdik. Meni shu yoshga kelgan beqib cho'ng qilib japoda tutgan ota-onamga rahmatimni bildiraman. She'rni bir deb beraydi, birinchi kuplet she'rni deb beraydi. Birinchi kupleti ketaring kuzga o'xshaydi, kelaring misli ko'klamga. Kelaring xush xabar yarim, ketaring tashladi g'amga. Chiroyli, pek güzel she'r ekan. She'ringizni anglag'im bor-chi? Bek chiroyli yozibsiz. O'g'lingizning ataliq shoirimiz Muhammad Jarashidning teksti. Tavakkul qilishga ochiq qolgan. Yo'q, tavakkul degan olmaydi. Jidilishmi bo'ldi, tunji qatam chiqishim, og'izlarim bir xil qurib, odatman yarasi to'ndaladim, bir xil chap o'zim bir xil mashq qilmaychi, bu yerda chiqqan, qaytib chiqqan ovozni boshqacha angladim. Ovozingizda masala yo'q, ijodiyatingizda texmo masala yo'q. Shunday chiroyli kelibdi. Siz hozir siz bir mashq bosqichida ekansiz hozir. Hozir haqiqiy bir hissiy bilish bosqichida emas, siz hozir mashq bosqichida. Siz qachon hissiy bilish bosqichiga kirgan vaqtda bu ijodiyatni perfect, bunday go'zal, texmo mukammal qilib o'rin deb chiqa olasiz. Uni men tamoman ishonaman. Shu azroqli yer bor, men deb berma sizga. Siz men tushgandan keyin bu mening melodiya guruhim kirib, bizning mayirlar bilan birga men bilamandan mush uslubda ta'lim olsangiz tamoman bo'ldi. Chataq yo'q buningda. Rahmat. Ijodlaringiz yaxshi bo'lsin. Shavkat Rayimning ijodiyat yo'lining utuqli bo'lishini umid qilamiz. Texmi nodir ijodiyatlar bilan xalqimiz yoqtirgan naqshchi, ijodiyatchi bo'lib yetishib chiqishingizga tilakdoshmiz. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seylesin. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seylesin. İpek yolu sadası, İpek yolu